Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun mana Xudo xolasa Odiljon aka avtobus 31-may kuni Qozon shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Biz yana qaytib adresimizni aytamiz. Ametisskiy magistral 9 Uzdev avto servisining oldidan. Haftaning seshanba, juma, yakshanba kunlari отправление bo'ladi. Pasajirlarni olamiz. Qani yo bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum. Bugun mana safarga chiqib ketyapsiz. Safarlar bexatar bo'lsin. Ona vatanga, bola chaqanglarni oldingiz sog' salomatda kirib boringlar. Yo'ldan chiqishdan oldin bitta kattamiz duo bersa yaxshi bo'lardi. Kim bor erkaklardan kattaroq? Hojona bitta duo qilib beringiz, qani. Ilohim. Safar ilohi omin safarlar bexatar bo'lsin. Sog' salomat elimizga yetib boraylik. Men tojikda buncha yaxshi bilmayman o'zbekchani. Sizlar shofirlarga ham Xudovand ilohim kuch-quvvat bersin. Hamma tomonini eslomon sarbalandlik bilan o'tib ketaylik. Alloh akbar. Salomat Mana ham do'stlar, Xudo xolasa Odiljon aka avtobus 31-may kuni Qozon shahridan Toshkent shahriga chiqib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar haqlariga duo qilibsizlar. Sog' salomat ona vatanga kirib borsin. Salomatda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Yo'ldagi akalarimizga ham, opalarimizga ham men sizlarga nima degan gapim bo'lsa, omonatim yetkazib qo'yasizlar degan umiddaman. Hech kimlardan bagajliklardan, yo'lkalardan oshib pul olmadingmi? Salomat bo'lasizlar, sog' salomat ona vatanga kirib bo'linglar. Sog' bo'linglar.